Greenleaf yashil yaproq demakdir va bu yirik korporatsiya 1998-yildan beri, ya'ni 28 yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Korporatsiya 140 ta davlat bilan strategik ittifoqdir va 6 ta eng yirik mamlakat bilan hamkorligi mavjud. Bular Germaniya, Shveysariya, Italiya, Fransiya va Yaponiya va Xitoydir. Greenleaf korporatsiyasi Xitoyning eng go'zal shahri Sejuda joylashgan va bu korporatsiya sizga 8000 dan ortiq mahsulotni taklif qiladi. Va bular hojatxona qog'ozidan tortib kiyim-kechaklar, tilla taqinchoqlar va avtomobillarni o'z ichiga oladi. 2016-yildan buyon ushbu davlatlar o'zining MLN dasturi orqali onlayn tarzda Greenleaf korporatsiyasining mahsulotlarini sotmoqda. Mahsulotlarimizda ISO, GMP va halol sertifikatlari ham mavjud. Greenleafda sizlarni kutib qolamiz.